Assalomu alaykum, hurmatli televizor ko'rguvchilar. Yaxshimsizlar? Dunyo Uyg'ur qurultiyi Tor televiziyasining kunlik xabarlar programmasiga xush keldinglar. Men Iftixor Abdurashid. Juma kuningizga muborak bo'lsin. Hurmatli ko'ruvchilar, tövəndə diqqətinizlər kunlik xabarlar programmamızın təfsilatı bo'lsin. 7 və 8 dekabr kunlari Qatar poytaxti Dohada yilda bir qitim ochiladigan Doha munbirining 22 navbatlik xalqaro yig'ini o'tkazilgan. Mazkur seminariyada Dünya Uyghur Qurultiyi İcraiya Komitetining raisi, Markaziy Amerikadagi Uyg'ur harakat tashkilotining mudiri Ro'shan Abbos xonim, Amerikadagi Uyg'ur tadqiqot markazi mudiri Abdulhakim Idris apandilar Xitoyning Uyg'urlarga qarta ilib berayotgan irqiy qirg'inchiligining davomlashayotganligini o'ttirib qo'ygan. Bu yig'inga Doha munbirining taklifiga binoan qatnashgan Ro'shan Abbos xonimning aytishicha, yig'inga nurg'un davlatning tashqi ishlar ministrlari, parlament a'zolari, xalqaro ommaviy tashkilot mas'ullari, mutaxassislar va san'atchilar ishtirok qilgan. Ro'shan Abbos xonim bu munbar haqida to'xtalib mundaq dedi. Doha munbirining maqsadi demokratiyani, diplomatiyani va muqimlikni ilgari surishdan iborat ekan. Bu qadimgi seminariyaning temasi yangilik yaratish ekan. Biz bu qadimgi seminariyaga mehmon sifatida taklif qilindik. Ammo seminariya jarayonida barliq davlatlarning diplomatlari, mutaxassislari, Amerika, Yevropa davlatlari va Sharq Osiyo va O'rta Sharq davlatlarining aqllar guruhlarining mas'ullari va nurg'un davlatlarning parlament a'zolari, Amerika tashqi ishlar ministrligining va Oqsaroyning xodimlari bilan paranglish fursati bo'ldi. Ro'shan Abbos xonim munbar jarayonida kishilarga Uyg'urlarning vaziyatini anglatganligini bayon qilib, mundaq dedi: "Biz ko'rishganlik kishilarga o'zimizning Uyg'ur ekanligimizni tanishtirib, Uyg'urlarning beshiga kelayotgan ahvollarini anglatdik. Ularning orasida Uyg'urlar to'g'risida yezilayotganlar, deyilayotganlar rostmi deb so'raganlarim bo'ldi. Ular hozir Xitoyning Sharq Turkistonning ishkini ichivetdik. Uyg'urlar baxtli yashayotidi, deyotidi. Bu rostmi deb so'radi. Biz ularga bularning hammasining Xitoy davlatining yolg'on tashviqot ekanligini, o'zlarining Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini yepish uchun ko'rsatilayotgan tirishchilik ekanligini, bularning hammasining yolg'on ekanligini, Uyg'ur xalqining yanada bir dahshat ichida yashayotganligini tushuntirib anglatgan bo'ldik. Ro'shan Abbos xonimning bildirishicha, Doha munbiri jarayonida nurg'un universitetlarning ish plani mas'ullari, bo'libmi Angliyadan kelgan parlament a'zolari bilan uchrashib, 2025 yilda Uyg'ur irqiy qirg'inchiligi, majburiy emgak va insoniyat qarshi jinoyatni dunyoga tanitish, shundaqla o'z davlatida kun tartibda tutib turish uchun nimalarni qilish to'g'risida fikr birlik hosil qilgan. Abdulhakim Idris apandi bu munbar jarayonida ko'p sondagi aqllar guruhlari mas'ullari bilan uchrashib, buningdan keyin hamkorlashib nimalarni qilish to'g'risida muzokara olib borganligini bildirdi. Abdulhakim Idris apandi uchrashish jarayonida nuqtali qalda to'xtalgan temalar to'g'risida ma'lumot berib, mundaq dedi: "Men uchrashishlarimda eng ko'p gavdalantirgan narsa shar'iylashtirish sabablari tufaylidan Uyg'ur madaniyat meroslarining qandoq ig'ir buzg'unchilik uchrayotganligi degan nuqta bo'ldi. Masalan, hozir Uyg'urlar duchor bo'layotgan milliy qirg'inchilik masalasi, jumladan Uyg'urlarning majburiy qulluq amkiga silinishi, hozirgi elektrlik mashinlarning batareyasini yasashda Uyg'urlarning majburiy amkiga silinayotgan masalalarni nihoyat aniq misollar bilan sharhlab berdim. Bulardan sirt qandoq qilib milliy madaniyat, til va dinimizni saqlab qolish mumkin? Bu masalalarni hal qilish uchun siyosatchilar nimalarni qilish kerak? Ommaviy tashkilotlar nimalarni qilish kerak? Shaxslar nima qilish kerak degandek mushundaq nozik masalalar to'g'risida ular bilan fikr almashtirdim. 2023 yili chaqirilgan 21 navbatlik Doha munbiri yig'iniga 120 davlatdan 3500 nafar mehmon, 270 nafar so'z qilg'uchi qatnashgan ekan. Alam boshliq xabarlar torining 10 dekabrdagi xabarga asoslanganda, Amerika bilan Yaponiya Xitoyga taqobil turish uchun taqim kuchlik alam boshliq ittifoqi qurgan. Amerika alam boshliq armiyasi Xitoyning alam boshliqidagi kunsir kuchayotgan hukmronligiga taqobil turish uchun Yaponiya bilan bo'lgan hamkorlikni kuchaytgan. Bu hamkorlik alam boshliq jismlarini nazorat qilishdagi o'rtaq iqtidorni ilgari surishni o'z ichiga oladi ekan. 12 oyning 10 kuni alam boshliq kuchi yig'inida so'z qilgan Amerika alam boshliq armiyasi Hind Tinch okean qismining qo'mondoni general Antoni Mastaler, Yaponiyaning Yokota havo armiya bazasida yaqinda qurilgan Amerika Yaponiya birlashma qo'mondonlik shtabini ikki taraf munosabatining yangi bosqichga kirganligining ifodasi deb ko'rsatgan. U yana Hind Tinch okean rayonidagi ittifoqdoshlarning birlikda tinchlik va muqimlikni qo'g'dashning strategik ahamiyatini ta'kidlagan. General Antoni Mastaler mundaq degan: "Bizning ittifoqdoshlarimiz bexatar va qulaylik harakat qilg'il bo'ldigan havo bo'shligining kollektiv mudofaa, iqtisodning eshishi va texnikada yangilik yaratishda intayin muhimligini tonib yetdi." Yaponiya bosh vaziri Fumio Kishida Amerikadagi rasmiy ziyorati mezgilida so'zlagan nutqida Xitoyni Amerika va Yaponiya uchun eng yadroliq tahdid deb ko'rsatgan.
Shundaqla bu xavfga taqobil turish uchun 7 davlat boshliqlari, ya'ni G7dek o'xshash ko'z qarashdagi davlatlar aro hamkorlikni kuchaytirishning zarurligini ta'kidlagan edi. Navbatda Amerika Yaponiyaning kuchli olam bo'shliq ittifoqini qurishi Xitoyning dushmanlik faoliyatlariga qarshi texmi keng strategiyaning halqiliq omili deb qaralmoqda. Amerikadagi Kommunizm qurbonlari xotir fondining tadqiqotchisi Dr. Adrian Zenz 12 dekabr kuni Xitoy hukumatining Uyg'urlar qaratayotgan yerlarni tortib olish va majburiy emgak siyosatiga munosabatlik eng yangi dokladini e'lon qildi. Avtorning X-Store orqali bildirishicha, majburiy emgak, yer ishlatish huquqini tortib olish va majburiy assimilyatsiya deb mavzu qo'yilgan bu yangi dokladda Xitoy hukumatining vatanimizdagi pomidor va qizilmush ishlab chiqarishida keng ko'lamda yer tortib olish va majburiy emgak siyosatini qo'llanganligi, natijada minglagan Uyg'urlarni yersiz qo'yib, bu Uyg'urlarni Xitoy xo'jayinlar uchun ishlashga majburlaganligi tushuntirib berilgan. Dokladda ko'rsatilishicha, Xitoy hukumati vatanimizda keng ko'lamli tutqun harakatini yo'lga qo'yish bilan birlikda dehqonchilikni sanoatlashtirishni yo'l qo'ygan. Natijada yerlik Uyg'ur dehqonlarini yer terish huquqini cho'ng yez egilik korxonachilariga o'tkazib berishga qistagan. Ondan ularni yez egilik korxonalari boshqaradigan pishiqlab ishlash bozorida ishga solgan. U mundaq deb yozgan: 2001 yildan 2021 yilgacha bo'lgan aralıqda Şinjandagi yer ishlatish huquqini o'tkazib berish 50 kesiga yaqin oshgan. Bu Uyg'ur dehqonlarining yerlaridan ayrilib, davlat belgilagan xizmatga majburlanishining kishi hayron qoladigan ko'lamga yetganligini ko'rsatib berdi. Bu ahvol kishilarning hayotiga cho'nqur o'zgarish olib kelish bilan birga tabiiy shakllangan jamoat muhitini buzadi. Natijada bu Uyg'urlarni kontrol qilish, ko'zitish va assimilyatsiya qilishni texim osonlashtirdi va ko'lamlashtirdi. Dr. Adrian Zenzning X-Store'da ko'rsatishicha, bu dokladda Uyg'urlarning pomidor, qizilmuch, sabdagul va sun'iy tatliq tam qo'shqichi stevia qatorliqlarni terish, yig'ish va pishiqlab ishlash jarayonidagi majburiy emgak tekshirib chiqarilgan. Uningda vatanimizdagi majburiy emgak bilan bevosita yoki vositalik holda chetishliq bo'lgan PepsiCo, Del Monte, Nestle, Kraft Heinz, Unilever, McCormick va L'Oreal qatorliqlarni o'z ichiga oladigan 90 necha danglik shirkatning ismi tilga ilingan ekan. Hurmatli ko'rmanlar, yuqorida diqqatingizga kunlik xabarlar programmamizning tafsilotini sundik. Keng qitimliq sonimizgacha ko'rishkish aman bo'lgaysizlar. Stansiyamizning YouTube kanaliga a'zo bo'lishni unutmang. Xayr xo'sh.